Ushbu gabaritga bor yo'g'i 10 litr benzin rasxod qiladigan Toyota brendining eng luxury segment mashinasi bugun sotuvimizda. Avtomashinamiz kuzov bo'yicha Toyota brendining eng katta mashinasi hisoblanadi. Ya'ni Toyota Sequoia i4 Max Capstone komplektatsiyada, ya'ni eng fulli mashinamiz ideal holatda, kuzov qismi полностью broneplyonka bo'lgan, Michelin ballonlar taqilgan, juda ham katta keng mashina va shuningdek 10 litr benzin rasxod qiladi. Capstone komplektatsiyada. Mashinamizda elektritskiy porog, akustikalari JBL, head-up display, bor yo'q 31 ming yurgan, oq va qora kombinirованный salon, perforatsiya kojinli. Salon holatlari ideal sosteniyada turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Mashinamiz полный full amerikanskiy производство, 3.4 turbo gibrid bilan jihozlangan. Zadniy klimat kontrol, kapitan sideniya, uchinchi ratlari ham anchagina keng bo'ladi, panoramniy lyuk, zadniy shtorka. Mashinamiz zavod tomonidan 8-9 litr benzin rasxod qiladi, grubo 10 litr rasxod qilganda ham ushbu gabaritga juda ham optimalniy variant. Kraskalari toza va zo'r narxda. Avtomashinamiz narxi va boshqa ma'lumotlarni opsiyaga yozib qoldirdik. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun carsmir.uz bemalol aloqaga chiqinglar. Ustida kelsalaringiz kelishtirib zo'r narxlarda qilib beramiz. E'tibor uchun rahmat. Hammalaringizni kutib qolamiz.